O'zbekistonning boy tarixi va ma'naviy merosini asrab-avaylash, uni kelajak avlodga yetkazish davlatimiz madaniy siyosatida muhim o'rin tutadi. Ana shunday ulug' maqsadlar ifodasi sifatida Islom sivilizatsiyasi markazi doirasida amalga oshirilayotgan Oqsaroy media loyihasi boshlangan. Oqsaroyning tarixiy va madaniy ahamiyatini o'rganish, uning asl qiyofasini tiklash. Loyiha doirasida saroyning maketi tayyorlanadi. Media kontent ishlab chiqilib, unda majmuaga vizual sayohat qilish imkoniyati tug'iladi. Shuningdek, Oqsaroyning tarixi, me'moriy tuzilishi, bezak elementlari va undagi epigrafik yozuvlar haqida batafsil ma'lumot keltiriladi. Ishlar faqat ilmiy asoslangan ketyapti va arxiv materiallari asosida. Men bu mavzu bo'yicha arxeologlar bilan ishlayapman. Ayniqsa mana arxeolog Sultanov, Xayrilla Tajich Sultanov materiallari asosida ish olib borilyapti, chunki ular ko'p yillar mobaynida Oqsaroy bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borganlar va arxeologik ishlarni olib borganlar. O'shaning uchun bu mavzuni boshlash oldidan ham ularning ishlari bilan tanishib chiqqanmiz, o'rganganmiz va arxeologik ishlar asosida rekonstruksiya ishlari boshlangan. Proyekt o'ziga hozir 3D rekonstruksiyani olyapti. Biz hozir Oqsaroy bu juda ham katta majmua bo'lgan. Amir Temur davridagi 2-Renesansga oid ikkita pilon saqlanib qolgan hozirgi kunda, lekin u ikkita piloni ham hammani hayratga soladi. O'shaning uchun asosiy 3D rekonstruksiya bizning maqsadimiz va kompleksni maketini yasash. 1,5 ga 2 metrda belgilandi maket hajmi. Hozircha shunga qarab ish olib boryapmiz. Tarixiy manbalarda saroyning ko'lami ajoyib bo'lgani haqida so'z yuritilgan. Oqsaroy Amir Temurning yozgi qarorgohi. Ispaniya elchisi Luis González de Clavijo 1404-yilda Oqsaroyda bo'lib, hali ham majmuaning ichki qismida bezak ishlari olib borilayotgani haqida yon daftarchasiga yozib ketgan. Oqsaroyning Clavijo yozib qoldirgan qo'lyozmalar asosida balandligi va kattaligi jihatdan o'sha davrda yagona bo'lganligi keltirilgan. Hozircha o'sha 3D model yasash mutaxassislari jalb qilingan va maketchilar. Hozircha o'sha Islom sivilizatsiyasi tomonidan tanlov asosida har xil guruhlar tanlangan. Ular o'sha maket ustida ishlashadi. Oqsaroy bilan birga yana ikkita obyekt kiritilgan, chunki 3 ta asosiy kompleks hozir qurilyapti va bu yerda Doru Tilovat va Doru Siyodat komplekslari. Doru Siyodat va Doru Tilovat bu ikkita katta majmua, ular diniy tarafiga kiradi. Ularning ustida ham hozir ish olib boryapti mutaxassislar va biz ham tadqiqot ishlarini olib borganmiz, ilmiy o'rganganmiz, ilmiy jihatlarini va arxeologik qazilmalarga asosan ish olib borilgan. Endi o'shalarni ham 3D modelini va maketini tiklash ishlari ko'rilyapti. Oqsaroy media loyihasi mazkur tarixiy yodgorlik orqali xalqimiz madaniy merosini yoritish, uni zamonaviy raqamli vositalar orqali keng jamoatchilikka yetkazish, shu bilan birga yosh avlodni vatanga mehr va tarixga hurmat tuyg'ularini mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Loyiha doirasida hujjatli filmlar, virtual ekskursiyalar, tarixiy tahlillar, multimedia taqdimotlari va maxsus onlayn platformalar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Bu orqali Oqsaroy nafaqat milliy iftixor timsoli, balki jahon madaniyati xazinasidan munosib o'rin egallagan yodgorlik sifatida ham targ'ib qilinadi.